Yo bolalar, hammaga salom. Sizlar bilan men Godsking. Unda video go. Ovoz yo'q videoda. O'ynab turibman. O'ynab turgandim, hamma narsani ko'rdik. Buniyam ko'rdik. Hamma filmlarni boshlab chiqdik, chunki bu birovlarni shuning uchun fermamizni qurib turgan paytimizda Reston uzaytirgich qanday yasashiyatidan chiqib ketdi, ko'tarilib ketdi-da. Hozir ham shuni yasolmayapman, mana mashidada to'q buzilganman, bu yog'ida yo'q. Bunga esa suv kerak yurishi uchun. Ekinlar o'sib turaversin. Qarab chiqamiz. Mashinaga kelsam FPS'im tushib ketadi. Tushirib qo'yaman. Hozir. Mana tushirdim. Minecraft ovozi ham pasaydi. Endi o'ynasak bo'ladi. Uni yasolmayotgan ekanmiz. Kelinglar yaxshisi. Nima qilamiz? Kerak ish ham yo'q. Agar bitta bola bo'lganda juda ham ko'p narsalar qilardik. Men bu joyda ataylab uni o'qimaganman. Endi dragonni o'ldirmaganman. Hech qaysi bossni o'ldirmaganman. Agar birgina odam bo'lsa ham kirsa, Xudo xohlasa ko'ramiz. Endi dragonni o'ldiramiz, unaqa qilamiz, bunaqa qilamiz. Hech nima yo'q menda, hech nima. Nezerga boramiz. Kelinglar yaxshisi Nezer portal yasaymiz. Nezer portal. Ashitlagan yangi wool fermaning o'rnigami? Ashitlaga birga quramiz. U sizlarda chiq bo'ladi. Faqat temirlarni sistemaga tashlasak ham bo'ladi. Olay. Bu oddiy qo'lga turadi. Bo'lmasa o'lardim. Juda ham baland edim. Totemim ham yo'q edi, aksiga olib. Portal ham bitdi. Endi davaychi Nezerga borib ko'ramiz. Nezerga hali umuman borib ko'rmadim. Ehtiyot shart. Har doim. Biza bu yerda har xil moblar. Nimaga sol ustida. Menda sol speed bor. Gaz. O'z portalimni buzib olsa o'ldimda. Yaxshi bu yerdan qiyon qilamiz. Voy boshim aylanib ketdi. Xullas bolalar, mashinaga gaplar. Bitta ko'rgandim. Bitta reydga boramizmi? Boz topish kerak. Men hozir bizga o'ynaymanmi? Jonimga tegdi.
keling hozir bolalar. Mana oxirgisi buniyam yasadik. Endi bizga bitta temir kerak. Kech bo'libdi. Uxlaymiz. Turamiz. Mabitga chiqamiz. Bunga kiramiz. Bittagina temir olamiz. Bitta kerak. Boshqasi kerak emas. Endi crafting table'ga o'tib bunday qilib temirni qo'yaveramizda. Yana kerak bo'lsa yasab olaveramiz. Mabitga tiqib qo'yamiz buni. Endi bizga kompost kerak. Bu narsani mabitga olib qo'yamiz. Endi kompostni qanaqa qilib yasaymiz? Kompost menimcha qanaqa men o'zi pishdim shu narsada. Hech kompostning craftini bilmasam. Videomiz ham 12 minutdan o'tib boryapti. 3 minut stop qilib etsam ulgurarman. Xullas, bolalar hozir men potion olib kelganimni qo'yaman va u yerda biroz mining qilib shu bilan videoni tugataveramiz. Hozir men hamma ishni qilaman. Hozir mana bolalar olib keldim. Ya eson-omon bo'lsam bo'ldi. Juda qiyin bo'ldi, lekin juda uzoq uchdim. Hali ham elektronda mending bor ekan. Sinaydik qoldi. Shu yerda olgan opitlarimga tuzatdim-da keldim. Mana bizda hozircha 5 ta bor. 2tasiga kirdim. Bittasidan 3 ta, bittasidan 2 ta chiqdi. Endi mashitga chiqishimiz kerak. Yaxshisi uchib chiqamiz. Mashitga sekin qo'nib olamiz. Chamber. To'g'ri. Bittasini hozir raid boshlanishi kerak. Bu yerda qishloq bor-ku. Nimaga raid bo'lmayapti? Yo, xato qildim megana. Oppa. Nimaga kiradi? Mashitda o'tiramiz bolalar. Bizga hozir damlama tushadi shuni. Birinchi raid tugadi. Ikkinchi bosqichli raid. Voy bola, 15 minutdan ko'p bo'lib ketibdi. Xo'p, qirqib qo'yaman. To'g'ri kelgan joyini qirqib qo'yaraman bolalar. Bu yerda lootlar ko'p, chotki tushyapti.
Kelinglar bemalol. Keyin yo'laverasanlar. Qilichim tuzaldi. Bu ham bunga yetmay qoldi. Asliqlarim hamma narsam tuzalibdi. Anu menimcha bir zanga bo'lsa kerak. Bulutmi? Okey. Shunday qilib turamiz. Totem hozircha yo'q. Bizga eng asosiysi totem kerak. Boshqa narsalar bilan ishimiz yo'q. Yana bir zangi. Biz bunga beruvchi bulatlarimiz. Mana birinchi totem ham bor. Hozir yana bir ikkita totem olamiz. Keyin videoni to'xtatamiz. Mana bo'ldi. Raid victory. Raid yakunlandi. Hozir men bu yoqqa borsam raid boshlanmaydi. Raid boshlanib ketsa lekin aniq shu yerga kelaman. Yo'q, bismillah. Elektron bor ekan. O'lardim-da. 19 minutlik video bo'ldi. Qayerni kesaman buning endi bilmasam. Xo'sh, bola, hammaga tomosha uchun rahmat. Avvalambor iltimos like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu menga motivatsiya bo'ladi. Avvalgi videoyimizda 113 ta odam ko'ribdi bir kun ichida. Bunga men yana video qo'ydim. Mana shu videoni. Bugun ko'p narsalar qildik. Totem topdik. Aslahalar topdik. Enchanted hammasi. Xo'p, hammaga tomosha uchun kattakon rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Barchaga xayr.